马兴瑞先后来到和田县早兔农牧发展有限公司、和田市纳克西湾地毯厂和新疆核桃和田交易市场。2021 dekabrning oxiri Guangdongdan Uyg'ur Avtonom rayonlik partkom sekretarligiga yetkazib kelingan Ma Xingruy vazifaga o'ltirishi bilanla Xi Jinpingning Xinjiangni idora qilish siyosatini davomli ijro qiladiganlik irodasini bildirgan edi. Analizchilarning qarashicha, Ma Xingruyning Xotandagi tekshirib tadqiq qilish ziyoratida maxsus Lopnaysdagi chash buyumlari kasblar bog'chisini ziyorat qilishi xalqarалық matbuotlarda aytilayotgandek Ma Xingruyning vazifaga qo'yilishining Xitoyning Uyg'ur diyoridagi irqiy qirg'inchilik siyosatida o'zgarish bo'lmaydiganligidan yana bir qitim amaliy bishorat berdi. Xitoyning Tangirtaq to'rida e'lon qilingan Xinjiang gazetining suratli xabardan oshkorlanishicha, Ma Xingruy 7 yanvar Xotan viloyatiga tekshirishga kelgan. U Xotan noyasi, Qarqash, Lop qatarlıq nahiyelerni aralab, Xotan gilimi, Xotan yangiqi qatarlıq yerlik dağlıq mahsulotlarni, an'anaviy qo'l hunarvanchilik buyumlarini ishlab chiqarayotgan, hozir asosan Xitoy shirkatlarining qo'liga o'tgan zavod, korxona, dehqonchilik, chorvachilik taraqqiyot cheklik shirkatlarini ayrim ko'zdan kechirgan. Bu jarayonda u Lop noyilik chash buyumlari kasblar bog'chisida maxsus ziyoratda bo'lgan ekan. Xabarda Ma Xingruyning mazkur sanoat bog'chisidagi chash buyumlari o'rnaklarining oldida bu chashlarni tushuntirayotgan zavod xodimlari bilan birga turgan surati e'lon qilingan. Lop noyisiga joylashgan bu chash buyumlari kasblari bog'chisi Lopda qurilgan Xaolin chash qo'shimcha buyumlar cheklik shirkati joylashgan sanoat bog'chisi bo'lib, Xaolin shirkatida Uyg'ur majburiy amgaki bilan ishlab chiqarilgan $800,000 qiymatidagi jami 13 tonna chashdan ishlangan buyumlar Amerika Tamojna chegara boshqarish idorasi tarafidan 2020 yil iyulda musodara qilingan. Bu shirkatning chash ishlab chiqarish va savdo zanjiri lager va majburiy amgakka bog'langanligi sababli uning buyumlarining Amerikaga kirishi cheklangan edi. Hukumat manbalaridan Xaolin shirkati joylashgan Lopdagi bu chash buyumlari kasblar bog'chisining 2017 yili, ya'ni lagerlar qurilgan bir vaqtdan boshlab Lopda 400 mo doirani egallab qurilganligi ma'lum bo'lgan edi. Xaolin shirkati bo'lsa 2018 yili 1-oyda bir Xitoyning 8 million yuan mablag' bilan qurilib, bu chash buyumlari kasblar bog'chisiga o'rinlashganligi oshkorlangan edi. Lopdagi bu chash buyumlari kasblari bog'chisiga 2018 yili jami 24 shirkat yerlashgan. Ularda yerlikdan 4000 atrofida Uyg'ur ishlayotganligi ma'lum bo'lgan edi. Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limi yana Lopdagi bu kasblar bog'chisidagi shirkatlarning yerlik Uyg'urlarni intayin arzon bahoda majburiy ishlatib, hammasining inson chechidan kayni chash, kirpik qatorliq qo'shimcha chash mahsulotlarini ishlab chiqarish va Xitoy ichidagi chash buyumlari shirkatlarini xom ashyo hamda mol bilan ta'minlash, eksport qilish bilan shug'ullanadiganligini oshkorlagan edi. Garchi Ma Xingruy ziyorat qilgan Lopdagi bu chash buyumlar kasblar bog'chisida chashdan yasalgan buyumlarning zodi qanchalik qismining Uyg'ur diyorida yasalganligi va uning kimlardan qanday shaklda elingan chashlarni xom ashyo qilganligi aniq bo'lmasa-mu, lager shoiri Mexigul Tursun bu chash buyumlari shirkatlarining lagerdagi tutqunlarning chashlarini xom ashyo qiladiganligi va tutqunlarni majburiy amgakka soladiganligidan gumoni yo'qligini ta'kidlab kelmoqda. Ularning yana mustaq vaziyatda u mashhuriyatga o'tgan vatanga o'tkab, u yerga barabar masalalar asosida chash mahsulotlarining va boshqa mahsulotlarning pishqirib ishlagan zavodlarni ko'zdan tashirishga maqsad o'qitsa to'xtashni o'ylab baxmal amaliyotda balkim aslida texnik foydalanib texnik kengaytishni planladi deb o'ylayman, chunki 2015 men tuğandan başlap çaşırımızı kesken hazırlıkta bütün çünkü biz Uygurlar azaldan aşu çaş koyuş bizim örüp ağzımızda çaşlarını bek yaxşı görümüz bu mu aşk Xotan'daki çaşlarından ayak taraflarının ayarları çaşışından uzun koyatı hem çaş uzunluktan musabıqı düşerse her yeri. Mexigul Tursun'dan başka yana Gülbar, Cilil, Zümrət, Davud, Tursunay, Ziyaudun qatarlıq 10 yaqin lager şahidinin radiomuzga bergan guvalıqlarda birdek özlerinin şundaqla lagerdagi tutqunlarning chashlarining
majburiy tushirilganligi yoki kesib ilinganligini oshkorlagan edi. Amerika prezidenti Jo Bayden 2021-23 dekabr kuni Uyg'ur majburiy emgigining oldini olish qonun loyihasiga imzo qo'ygandan keyin bu rasmiy qonunga aylangan edi. Avam palata a'zosi Michael McCall bu qonun loyihasini ovozga qo'yish oldida To'pilik gazetiga qilgan so'zida biz yaqinda Xitoydan kelgan 13 tonna chashni musodir qildik. Bu xildagi insonlarning chichini kesib olib setish qilmishi natsistlar davrdan buyon qayta ko'rilib boqmagan. Şunu Xitay Kompartiyasining Uyg'urlarga qarshi bu jinoyatlarni cheklash uchun men bu qonun loyihasini butun kuchim bilan qo'llayman degan edi. Albuki Mashinruining Xotan ziyoratida yana chash buyumlarini ishlab chiqaradigan korxonalarning ishlab chiqarish birinchi liniyasiga berib, kasblar orqali Xinjiangga yordam berish turlarining makonlashishi, dehqonlarni texnika mahorat bo'yicha tarbiyalashni, korxonalarni qo'llashda bosh kechirim qilish va yana xalqaro savdoni olg'a surishni ta'kidlashi tanqidga uchramoqda. Xitoyning Uyg'ur elidagi siyosatlarini tadqiq qilgan mutaxassislardan George Washington Universitetining professori Sean Roberts bu haqdagi ko'z qarashlarini o'rtoqlashib mundaq dedi. The new Communist Party secretary, they framed the visit. It shows that there's definitely no remorse in terms of the accusation. Ukraynaga Xitoy Kompartiyasining yangi sekretari bo'lib kelgan Mashinruining bu g'alati ziyarati Xitoyning Uyg'urlarni majburiy emgakka silish bilan ayblashlarning Xitoy hukumatining Uyg'ur diyadagi siyosatlarini o'zgartirishga turtki bo'lmaganligini, yana uning siyosatining o'zgarmaydiganligini ko'rsatib beradi. Afsuski, Amerikaning Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunimi Xitoyning Uyg'ur rayoniga qaratgan siyosatining o'zgarishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi deb qaramayman. Bu qonun bir yaxshi boshlanish, ammo Xitoy o'zining majburiy emgak bilan ishlangan mollarini o'xshamagan davlatlarga sota oladi. Shunga bu qonun faqat siyosatni o'zgartirishga ma'lum besim olib kelishi mumkin. Ammo Uyg'ur diyoriga qaratgan siyosatni o'zgartiradigan yana Xitoy hukumatining o'zi. Men bu qonunning bargancha Xitoy hukumatidagi siyosat belgilovchilarga Uyg'urlarga qo'llanayotgan siyosatning Xitoy davlati uchun foydasiz ekanligini oydinlashtirib bilishiga va uni o'zgartirishga turtki bo'lishini umid qilaman. Is a good start and hopefully will with time put enough pressure on China that at least Xotan viloyati Uyg'urlar nufusi eng zich va cho'ng viloyat bo'lib, Xitoy bu joyni eng qattiq siyosatlar bilan boshqarib kelmoqda. Xotan viloyati o'z navbatida yana madan boyliqlari mo'l viloyatlardan biri bo'lishiga qaramay, Xotan xalqi ta hozirgacha nomratlik qalpig'idan qutulolmay kelmoqda. Mashinruy yana Xotan ziyoratida Uyg'urlarga qarta Junxo millati o'rtaq ideyasini texnik kuchaytirishni talab qilgan.